Bo'lmasa. Ya bir aytchi narxini. Olishdi ham. Ya kelishdi. Dedi. Hozir 2016 sotildi-da. Samarqandlik yigitlar kelib olib ketadi hozir. Kelgandir ham balkim bilmayman. Lekin xuddi shuni avtomati. Hojonaniki. Ha, yoqqa turibdi. Spark avtomat. 2016. 60 millionga avtomati shuni. Men olishdi aytdim. Kraskasi yo'q uni. Ko'rib turibman. Kapot kraska, krila kraska, ichida past kraska. Tegan uchun o'zi. Men o'zi olgan paytim xuddi shunday holatda olgan. Jamaka bir tomonni ko'rdingizmi? Ya eshik krila, eshik past sepilgan ekan bu tomoni. Bitta ko'ring. Bo'ladi desang, tekkan ekan. Bo'ladi desang, ochiq ko'ring 45 millionga olib qolaman. 1 million qo'yib sotaman, lekin 43 millionga xuddi sangida qoldik keyin turibdi-ku. Metalik turibdi-ku. 43 million so'm. 15. Endi saniki oqroq shuning uchun so'radim, to'g'risi. 45 millionga. Lekin 50 lar zo'r sparklarni berib yubordim. 16, 15, ikkinchi pozitsiya, konditsionerlari bor, hammasi narsasi bor. Endi hozir savdo qilaversam tonish bilishli deydi. Endi sen bilan men tanishman-da. Bu yigitlar san'atkor-da. San'atkor yigit-da. Bormi barakang? Baraka. Anaqa mehmonga bermaysiz. Mehmonga beringiz. Ikkinchi marta kelyapmiz. Birinchi berganda aytasiz olib ketaylik. Ya mayli-da. birinchi marta qo'lda ushlagan bor ekan. Shuna gap haqmi? Haq. Bu yoqqa keling, qara qochib ketamiz. Men endi birinchi qo'lda ushlab qo'ydi-da. Men endi bu yoqda ham sizni ham olishingizni bilganman. Hamma qarab turibdi. Bunga tez ishlabsiz-da aka siz. Bunga ishlar Uyga baklashgan qo'yib shunday olaverib, qo'yaverib. Zalmatsa bu gapni. Siz chap qo'lni ushlab xato qildingiz. O'ngni ushlash kerak edi. Yo, bayaq ushlash kerak edi. Oldimga turadi. Bitta manga tashlaylik shunga. Ya, nima bo'lsa. ya birinchi qo'lni farqi nima? Ya birinchi baraka berdilar-da. Endi qarangda boshida sota olmadik. Bitta boshini olib ketaylik. Ya aytdim-ku, Samarqandliklar faqat moshina olib ketadilar. Sotib ketolmaydi. Bo'ldi. Ya nima endi birinchi qo'lni ushladi, siz nima ishlaysiz? ishlayapsiz. Qayerga ishlaysiz? Nima ishlaysiz? Bu yerda sotuvga chiqib turmadimi? Ya soniyasizmi bu yoqqa keling. Mashina furishmi bu yoqqa? Aytavering mashina furish bo'lsa. Bu yerga sparkni so'radilar-ku. O'z savdo qilayotganda avtomat ketdimi dedi. Shu bitta spark olgan kelganmiz ada. Minishga. Ya tonisangiz ayting mashina furish deb. Endi men hamma mashina furishni tonimayman. Men o'zim buxgalterman. 1 million do'stim sani mashinangdan baraka qo'yib sotdim. 2016 birinchi pozitsiya Spark, kapot, krilo, eshik pasi, arqa kapot, arqa krilo kraska. Yurgani qancha edi? So'ramadim. 302 ming. 1 million qo'yib sotdim, rozimisan? Keyin qila olaman. 1 million so'm qo'yib sotdim. Roziman. Necha million oldingiz hozir? 45 million oldim. 46 million oldingiz. 46 million.